Mashhur bloger va san'atkorlar haqida shoshilinch ma'lumot e'lon qilindi. Qamoq jazosi va jarima. Avvalroq Toshkent shahridagi Jar stadionida o'tayotgan Leki Kup turnirida san'atkorlar va blogerlar o'rtasida ommaviy janjal kelib chiqqani haqida xabar bergandik. Mazkur ish jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudining sayyor sud majlisida ko'rib chiqilib, tegishli sud qarori chiqarildi. To'polonni boshlagan blogerning aytishicha, u bu ishni har ikkala jamoa a'zolari bilan kelishgan holatda amalga oshirgan. Go'yoki ikki jamoa o'rtasidagi janjal sahnalashtirilgan. Maqsad esa obunachilarni ko'paytirish bo'lgan. Blogerning so'zlariga ko'ra, u o'z faoliyatini endi boshlagan va buning orqasidan yaxshigina obunachi yig'moqchi bo'lgan. Voqea bo'yicha Shayxontohur tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan tekshiruv o'tkazilib, turnir ishtirokchilari bilan profilaktik suhbat olib borilgan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudining sayyor sud majlisi bo'lib o'tgani hamda unda qoidabuzarlarga nisbatan sud qarori qabul qilingan. Jumladan, turnir tashkilotchisi bo'lgan aktyor Alisher Uzoqov, qiziqchi Abdurahmon Mavlonov, blogerlar Mirjalol Rahmonaliyev hamda Dilshodbek O'rozbekov ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi, mayda bezorilik hamda 194-moddaning ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablarini bajarmaslik birinchi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan va ularning har biriga bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari, ya'ni 3.750.000 so'm miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Janjalni keltirib chiqargan Ozodbek O'rozbayev esa ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi hamda 194-moddasining birinchi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etganlikda aybli deb topilgan va 10 sutka ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilingan. Qolaversa, Kamoliddin Mamajonov hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi hamda 194-moddaning ikkinchi qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilgan va bazaviy hisoblash miqdorining 12 baravari, ya'ni 4.500.000 so'm miqdorida jarimaga tortilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Leki Kup loyihasi doirasida yuz bergan yuqoridagi holat jamoatchilik o'rtasida keskin e'tirozlar keltirib chiqargani va huquqbuzarlik sodir etilishiga sabab bo'lgani uchun loyiha vaqtincha to'xtatilgani haqida xabar berilgandi.